Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu Oqalik ko'rikka kelganimizda mana bu yerda Mardikor bozor bor. Mardikor bozordan odamlarni qarang. Hozir mana bu ichki ishlar xodimiga yo'lni katta tartibga soling desam, seni nima ishing bor? Nima edi degan savollar tug'ilyapti. Bular ichki ishlar xodimi xalqning xizmatidami yoki bilmadim, bularning muomalasi qanaqa? Hozir mana ko'ramiz, mana bu xodim. Assalomu alaykum. Mana xizmat paytida o'zini uyali aloqasidan foydalanib, ichki ishlar xodimi даже rulda ham gaplashyapti. Bunga ham chora ko'rish kerak. Albatta, men sizni hozir kelayotgan paytni ko'rib, syomka qilishga ustunlik qila olmadim. Hurmatli ichki ishlar xodimi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nimaga hozir men sizda iltimos qilib so'raganimda, shu yerda tartibga oling desam, nima edi? Nima ishingiz bor edi deyapsiz. Siz elning xizmatidamisiz? Nima xizmatkorimiz? Siz xalq xizmatkorimi? Tartibga olmasdan. Siz nimaga menga bunaqa muomalada gaplashyapsiz? Sizga qanday muomalada gaplashyapsiz? Nima edi? Nima ishingiz bor edi deyapsiz. Qanday muomalada gaplashyapman? Mana shunday muomalada gaplashdingiz men bilan. Men bitta o'zimman. Shuncha odamni bitta o'zim boshqaryapman. Shuni chiroyli muomala qilish mumkinmi? Qo'ldan kelgancha qilyapman aka. Chiroyli muomala qilish mumkinmi? Keling, ana shu kamerangiz bilan men bilan birga yuring. Keng daqiq. Yo'lni chetiga o'ting. Siz hozir yo'l tartibiga ham rioya qilmayapsiz o'zingiz. Xodim bo'lib turib. Siz mana mashinangizni oling, siz ham qanday bo'lgan ekaningizni. Siz oldingizga to'xtadimmi? Men sizga to'xtab olib to'xtang edi. Men hozir qayerda turibman hozir? Meniki qayerda turibdi? Siz o'zingiz aytyapman men. O'zingiz xavfli joyda turibsiz deyapman. Qanday xavfli joyda turibman? Moshin harakat yo'lida turmang deyapman sizga. Siz ichki ishlar xodimi qonunni bilishingiz kerak. Siz syomka qilib o'rtaga yuribsiz. Hurmatli ichki ishlar xodimi, eshiting meni. 1 minut eshiting. Eshiting 1 minut. Ichki ishlar organlari to'g'risida qonunning 8-moddasiga ko'ra majburiyatingizni taqdim eting. Nimani taqdim qilaysiz? Majburiyatingizni. Nimani taqdim qilaysiz sizga? Majburiyatingizni. Siz nimani ayting? Majburiyatimni mana shu yerga olib boryapman aka. Mana bular tartibga olyapman. Mana ichki ishlar xodimi o'zini xizmat vazifasini даже qonunni bilmaydi. Nimani taqdim qilaysiz sizga? Majburiyatingizni deyapman. Majburiyati? Ha. Majburiyatimga nima kerak ekan? Bilmaysizmi? Ha? Bilmaysizmi? Yo'q, nima kerak ekan? Bilaman desangiz ayting, bilmayman desangiz. Tartibni saqlash. Shumi? Bo'ldimi? Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash. Shumi? Siz ko'chada yurmang, syomka qilib, chekkaga o'ting. Xo'p aka? Men mana yo'l chetida turibman, mana. Gapiring. Ko'ring, nechta odam turibdi, nechta fuqaro turibdi. Xo'p. Qanday tartib? Men o'shani sizga aytdimmi? Mana bu yerda tartibga oling, tirbandlik bo'lyapti desam, nima ishing bor? Men nima qilyapman? Aka deyapman. Siz normal gaplashing men bilan. Siz majburiyatingizni taqdim eting. Men sizni kimligingizni bilishim kerak-ku. Kitobcha taqdim qilayman aka. Kitobcha emas. Guvohnomani deyapman. Siz qanaqa ichki ishlar xodimisiz? O'zingiz majburiyatingizni bilmasangiz. Guvohnomani so'rasangiz, men guvohnomani ko'rsataman. Men qonun ostida so'rayapman siz bilan. Men sizga tanishtirdim. Men siz bilan qonun ostida so'rashyapman. Ko'rsating, men sizga guvohnomani deyilmaydi. Majburiyatingiz o'sha qonunda ko'rsatilgan. Mana aka. Syomkaga qo'yganim yo'q. Safdor Samadov Mehroj Amridinovich. Tak, amal qilish vaqti 29. Tak. Mehroj aka. Eshitaman. Siz hech qachon mana shu elning xizmatidasiz, xalq xizmatkorisiz-da siz. Aka. Quloq soling, gapimni eshitib turing, sizdan kattaman. Tushundim. Siz mana bunaqa muomalada bo'lmasligingiz kerak. Men sizga aytyapman, aka, mana bu yerda katta tartibga solsa, tirbandlik bo'lyapti desam, nima edi? Nima ishing bor edi? Unaqa muomala bo'lmaydi. Aka, nima ishingiz bor deganim yo'q men. Shu gapni gapirdingiz. Aka, nima shu gapni gapirganingiz uchun men to'xtadim. Siz nedavolni gapiryapsiz. Hurmatli ichki ishlar xodimi. Siz elning xizmatida bo'lganingizdan keyin muomala qilishingiz kerak. O'sha yerda menga qarang, o'sha 8-bandida to'xtang. Ichki ishlar organlar to'g'risidagi 8-bandida o'sha yerda sizni qanday fuqarolar bilan muomala qilishingiz yozilgan turibdi o'sha yerda. Men ham gapirsam bo'ladi. Gapiring. Haqqim bordir gapirishga. Faqat siz gapiryapsiz, biz ham gapiraylik bitta. Ikkalamiz ham vaqt desak bir-birimizni tushunmaymiz aka. Gapiring. Siz o'zingiz majburiyatingizni bilmaganingizga men majburiyatimni sizga e'lon qilyapman. Men sizga indamay siz bilmaganingiz uchun men sizga tushuntiryapman. Aka, sizni indamay eshitdimmi? Endi men sizga gapiray. Majburiyatimni so'rayapsiz. Gapirayotgan vaqtda siz aytyapsiz, mana bular nimaga boshqarmayapsiz, nimaga tartibga olmayapsiz deyapsiz. Sal bizlar ham gapiraylik aka, siz eshitdingiz. Gapiring deyapman-ku, bitta gapni ummatga qaytaryapsiz. Men endi sizga
Meningdan boshqatdan keling odam olaman deb. Mardikor bozor hozir mana yo'lga chiqib ketgan odamlar shuni bir chetroqqa bir tartibda saqlang degan maqsadda men hozir ichki ishlar xodimidan so'rasam menga nima ishing bor o'zim bilaman unaqa degan muomalalarni qilyapti. Aka o'zingizdan qo'shmang maylimi? Nima ishingiz bor deganingiz yo'q. Siz menga o'rgatmay turing dedim. Quloqsong. Birinchi o'rinda eshitdik. siz menga o'rgatmay turing. Nima qilyapman men dedim. To'g'rimi aka? Men nima ishingiz bor deganim yo'q. Siz qarang, quloq soling. Men jamoatchilikda yuraman-da, jamoatchilikda eshiting. Hozir mana kamerani o'chirgan paytda siz mana odamlarni molga chiqaryapsiz. Bular ongi past deyapsiz. Bularning ongi yetmaydi. Mol deb shu gaplarni ishlatyapsiz. Quloq soling. Ha, tushunyapman, o'shani. Siz tarafni ko'rmang. Yo'q, men sizga o'shani uchun chiqyapti, tushunyapsizmi? Menga qarang. Men buni bitta o'zim. Hurmatli ichki ishlar xodimi, men sizga o'shani uchun yoningizga to'xtab, sizdan iltimos qilganim, mana bu yerda gatak tartibga so'ng, tirbandlik bo'lyapti, odamlar yo'lga chiqyapti desam, nima ishing bor, nima edi, o'zim bilaman, tuda-suda degan gaplar qilib, nidavolni gapiryapsiz. Unaqa bo'lmaydi. Aka, men shu yerda mana shu yerga biriktirilganman, mana xizmat vazifamni olib boryapman desangiz, chiroyliroq bo'ladi-da. Siz xalq bilan siz hali yosh xodim ekansizda. Mana bu katta ustozlaringizdan ichki ishlar xodimi, men masalan jo'ralarim ichki ishlarda ishlaydi. Yo, men sizni hozir obro'sizlantirish emas maqsadim. Tushunyapsizmi? Men sizni obro'sizlantirish emas maqsadim. Men prosta hozir qarang. Ta'minlab, yoqqarab olib ketyapman shularni, shu chekka. Tushundim. Men o'shaning uchun hozir sizni muomalangiz menga yoqmaganligi uchun men to'xtab siz bilan hozir savol javob qilyapman. Hurmatli ichki ishlar xodimi. Tushunyapsizmi? Sizning muomalangiz yaxshi emas, siz xalq bilan ishlolmay ekansiz. Xalq bilan ishlashga siz noloyiqsiz. Siz Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? O'zingizni tanishtirsangiz. Aka o'zim tanishtirdim. Salom xizmatdan inspektor Rahmatov. Ismingiz? Hujjatlarim. Ismim Zohir, yana nima deyapsiz? Siz komandirmi bu yoqda, kimni bo'lasiz? Yo'q, men shu yerda xizmatchi bo'ldim. Hamkasbsiz. Biriktirilgan xodim. Xodimsiz. Bu kishida muomala yo'q ekan, hozirroq shunga to'xtadim. Nima, qanday muomala? Yoniga kelib to'xtadim, aka, mana bu yerda gatak tartibga solsalaringiz, tirbandlik bo'lyapti, odamlar yo'lga chiqib ketyapsam, nima edi, nima ishing bor degan muomalani qilgani uchun ertalabdan beri siz mana bu yerda yo'qsiz. Bular yana yerda edi. Bunda ko'rsating bu tomonga. Mayli, ko'rsating. bilaman. Ko'rsating yerlarda. Yerlarda siz yo'q edingiz. Ertalabdan beri men shu yerga olib kelib tartibga solyapman. Qarang, hozir u tarafda qanday bo'lyapti? Qo'lingizdan keladimi? Yuring, biz bilan yarim soat ishlaymiz. Menda unaqa vakolat yo'q. Yo'q, yarim soat biz bilan birga yursangiz bo'ldi. Tushundim. Akajon, qanday muomala qilasiz keyin ko'ramiz. To'g'ri aka, eshiting. Eshitaman. Men bu kishiga aytgani, men yaxshi muomala qildim. Bu kishi menga muomalani chiroyli qilmayapti. Hozir nima deyapti, bilasizmi bu kishi? Bu kishi nima deyotganini bilasizmi? Siz hozir mana bu odamlarni o'rniga o'zingiz qo'yib ko'ring-da. Formasiz, oddiy fuqaro bo'lib qolasiz, to'g'rimi? Bu yoq aytayapti-ki, bularni o'ngi pas, bular mol deyapti. Bunga nima deysiz? Yarim soat men bu yerga yarim soat men bu yerga qarab turamiz. Yarim soat. Men bularga odamga bir marta aytiladi, ikki marta aytiladi, uch marta aytiladi, o'sha ishni qiladi-da odam. Bular shu narsani tushunmaydi-da. O'shaning uchun mol bo'lyaptimi? Yo'q, mol bo'lmayapti. Bizlar mol degani yo'q. Aka, hozir kameram prosta zapis to'lib qoldi. Kameramni o'rtada bir o'chirib, telefon tozalab olganimcha, aka sal chetroq qo'yib gaplashing iltimos. Kameramni o'chirgan paytim bu kishi menga shunaqa aytayapti. Agar bu kishini mana bu kamerasi ishlab turgan bo'lsa, gapingiz zapis qilgan bo'ladi. Agar meni kameramni prosta o'chirib, telefon pametni hozir 1 minut. Nima norozi siz? 1 minut. 1 minut akajon, 1 minut. Iltimos. Aka, kameramni zapisi to'lgani uchun o'chirgan paytda menga ichki ishlar aytayapti-ku, bu yoq deyapti, mana bu odamlar deyapti, ongi pas, mol deyapti. Bular gapga tushunmaydi deyapti. Bu tuhmatni ham nima bizda mana bu shuning uchun aytayapman. Ha, yo'q, mayli. Mana bu kamera ishlayaptimi? Mana bu kamera. Ishlayapti kamera. Agar uzilmagan bo'lsa, bo'ldi. Ya bu kishi uzoqroqda edi. Bunisi ham O'zi bo'ldi. Mana bu kamera ishlagan bo'lsa, mana o'zining gapi
Mana agar erkakcha bo'lsa, quloq sol. Yo'q, Alloh shunday guvohida, gap- aytdingizmi yo'qmi? Aka, gapni talashmaylik. Gapni Bu yerga gap talashadigan joy emas. Moshinga mining, birga xizmat qilamiz, Yo'q. birga ko'ramiz. Yo, mayli gapni eshiting. gapni Men eshiting. ichki ishlar xodimi emasman. Mayli, Yo'q. ichki ishlar xodimi emas. Turing, gapni mana bu yerda eshiting. syomka Mayli, qiling gapni bo'lmasa. eshiting. Akajonim, bu yoqda kimliklarini, hujjatlarini ko'rdingizmi? Yo'q hali. Nimaga bo'lmasa? O'zlarini tanishtirmaganlar. Albatta o'zingizni Bitta tanishtiring. ko'rsating, haqiqatan ham jamoatchilik Meni ekanligingizni. ismim, familiyam Nuriddinov Foziljon Tarjibayev. Jamoatchilik nazoratida yuraman. Hozir beraman. Hozir beraman. Men mana shu jamoatchilikda yuraman aka. Yo'q. YouTube'da, Instagram'da faoliyat olib boraman. Jamoatchilik tartibida. Hozir olib beraman dokumentimni. Mana hujjatlarim. Bu yerga. Avtotrans vositangizni haydovchilik Hammasi ichida. Syomka ketyaptimi? Ha. Deb pasportingiz bilan pravangizni oldi. Mana Foziljon. Mashina o'zingizni Bitta xodimlaringiz qancha bor tartibga olib turingizlar. Mana hozir 3 kishi o'tiribsizlar. Bitta xodimingizni yuboring, bunga qarang, tartibni qarang. ertalabdan beri she'r tartibga olyapman. Yo, hozir 3 kishi men bilan gaplashish shart emas-ku. Ertalabgacha men Mana siz bu bilan- kishi bo'sh turibdi, borsa Men bo'ladi. siz bilan hali buni davomini nimaga ichki ishlar binosiga borib, ikkovimiz yana tushuntirish ishlarini bo'ynaga nima siz aytayotgan nima deyapsiz-ku, mana tartibga olinglar deb. Bu yerga nechta xodim qo'yilganligini, viloyatdan nechta xodim berilganligi bo'yicha siz tanishtiraman alohida. Bularni shunday qilsak, Menga tanishtirish kerak emas. Men ko'ryapman. Ana Mana shu- bu kishini ana shu siz e'tiroz- ana shu quloq e'tiroz- soling. ana shu Xizmat e'tirozingizda- olib boryapsizlar. ana shu e'tirozingizni borib rahbariyatimga aytasiz. Tushunarli? Rahbariyatingizga men aytishga men dolzhin emasman. Nimaga bo'lmasa Mana bu- bizga kelib aytyapsiz? Mana bu ijtimoiy tarmoqda ko'radi, yuqori turguvchi Yo'q. organlar o'zlari Yo'q. xulosa qilib Ichki bartaraf ishlar, qiladi. Mayli, ichki ishlar xodimlarini obro'sizlantirish bo'yicha Yo'q, siz yo'q. ogohlantirilganmi? ha. Ogohlantirilgan. Ha. Ma'muriy javobgarlik borligini bilasiz. Men hozir shuni ham bu kishiga aytdim. Meni Ma'muriy- maqsadim dedim, sizni obro'sizlantirish emas Ha. dedim. Dedim. Bu hozir kelib bu gapingiz bilan sizni obro'sizlantirmayapsiz. Yo'q, yo'q. Prosta kelib Qonun syomka doirasida, qilib, qonun nomlarni bu yerga qo'yma. Bu yerga hokim kelgan, vazir kelgan. Bizlarga talab bo'lyapti. Bozorda eshigidan nari yoqqa kamera bor joyga olib o'tinglar. Xo'p, Bizlar hozir shularni sheqob o'tyapmiz. xo'p. Kamera bor joyga. Men sizga olib o'tmang dedimmi? Yo'q, hozir Yo'l endi- chetiga yo'q. o'taylik aka. Yo'q, mayli, chetga o'tamiz. Yo'q, hozir siz nimaga aytyapsiz? Buni tartibga olinglar deb. Sababi aka, men kelyapman. To'g'ri, bu kishi yo'l chetida asta kelayotgan ekan. Gapirib, anaqa gromki nima qiladi. Mana bu yerda tirbandlik bo'lgandi mashinalar. Voy. Keyin oynasi ochiq ekan, aka dedim. Ha, odamlarga aytdik tartibga olingizlar tezroq dedim, tartibga. Nima deyapsiz dedi keyin. Men shu gapni gapirib asta o'tib ketyapman. Nima deyapsiz dedi, quloq soling. Eshitib turing endi, siz so'radingiz, aytib beray. Nima deyapsiz dedidan bu kishi sal tezlashdi, men ham to'xtadim, yonimga keldi. Nima deyapsiz dedi, men aytdim. Mana bu yerga aytdik tartibga solsalaringiz bo'lmaydimi dedim. Tirbandlik bo'lyapti desam, nima edi? Nima ishingiz bu? Yo'q. Men nima qilyapman deb shunaqa gapiryapti. Aka muomala qiling desam, eshitib turing. Isbotingiz bormi shu gaplarga? Isbotim mana o'zini kamerasi bor. Bo'ldi, buni ham kamerasini. Men lekin o'zimni kameramni qo'shmovdim. Sizni o'zingizning kamerangizni siz ham isbotlab berasiz. Yo'q, Mana bu eshiting. kamerani olamiz. Tohir akami ismingiz? Tohir aka. Tohir aka, aka. agar men bu kishini obro'sizlantirish bo'lsa maqsadim, ana yoqdan kamerani qo'shib kelardim. Hozir maqsadingiz nima sizni? Maqsadim men bilan qo'pol muomala qilgani uchun to'xtadim. Bo'ldi, mana shuni hozir boramiz, rahbariyat mana bu yerga olib kelamiz. Siz uchun qo'pol nima bo'ladigan bo'lsa, siz mana bu qilgan syomkangizda mana buni nimasini taqqoslaymizda, kimda aybligini isbotlab beramiz. Qaysi oddelga borish kerak? Oddelga emas, mana bu yer huquq tartibot maskani ochilgan, birinchi sonli. Klubdan shunday o'tamiz, 50 metr chapda. Tushundim. Men hozir shunday bozorga kirib chiqaman, shunday o'taman. Akajon, birinchi buni hal qilaylik, keyin bemalol bozorga boraveramiz. Yo'q, men o'zimni ishimni hal qilishim kerak birinchi. Aka, siz murojaat qildingiz, murojaatingizni? Men murojaat qilganim yo'q.
nima bu bo'lmasam bunday qilib obro'sizlantirib. Bu nima kimni obro'sizlantiryapti? Bu nima bu mana bunday? Bu kishini quloq soling. Bu yerga Eshiting, bitta gapiring meni. Ha, gapiring. Bularga alohida joy yo'q, markazga. hop. Alohida joy yo'q. Ha. Ertalab nereda edi? Ertalabdan beri Akajon bilaman. 7 ta xodim olib kelib, tozalab mana shu yerga qo'ydik. Ikkovini mana shu yerga qo'yib, men hozir bitta vizitga o'tib keldim. Ha. Bitta vizitga o'tib keldim. Aha. Shu maqsadda hozir men boshliq aytdiki, shunday bo'layotgan ekan, ana shu odamni bitta olib kelib bitta gaplashaylik dedi. Nimaga yolg'on gapirasiz? Aka hali to'xtaganimga 1 minut, 2 minut bo'lgan emas. Kim? Bu kishi masalan telefon qilgan emas. Aka, Menga telefon bo'ldi mana. Akajon. Hozir men telefon qilib sizga aytaman. Telefonda keldingiz, telefonda gaplashyapsiz dedingiz, to'g'rimi? O'sha paytda men aytdim, mana shunday bo'lyapti mana bu yerga dedim. Keyin bu odamni jo'natdi, tushundingizmi? Ishonmasangiz, Bo'lmasa boshlig'ingizga ayting, kishiga kelsa men bu yoqqa borishga vaqtim yo'q. Telefonimni ham hozir ko'rsataman. Telefonimni olib kel. Gaplashayotgan vaqtda ana qildim. Aka, sizga hali men nima qilyapman, ko'ryapsiz-ku, haydab kelyapman degan vaqtimda siz aytdingizki, ana yerda chekkaga olsangiz bo'lmaydimi dedim. Men bu yerdaman, ular u yoqda. Men mana bu yerda turib ularni qanday chekkaga ola olaman? Qo'lim uzun bo'lmasa Men sizga chekka oling demadim, tartibga soling dedim. Tartibga qanday? Mana Tirbandlik yo'lda tirbandlik dedim. Men sizga ko'rsatyapman mana bu yerga. Siz to'g'ri, siz unaqa muomala qilmadingiz men bilan. Nima edi? Nima ishingiz bor deyapsiz? Agar siz aytganingizda, yo'q, shuni aytganingizda, aka, men mana shu yerda xizmat olib boryapman. Ko'ryapsiz-ku, u muomala qilishingiz kerak. Birinchi aytdim. Bu bir nima qilyapman deb aytdim men aka. Nima qilyapman deb aytdim men. aka, o'shani mana bu kamera ishlayaptimi? Ishlayapti. Polnisda. Buna gapingiz ham yozildimi? Mol haqida, hayvon haqida. Endi yozib olganmi, yozib olmaganmi? Ya qanday bilmaysiz? O'sha yerda Buni o'chirib yoqish sizning qo'lingizda-ku. Qani knopkasi buni o'chirib yoqish? Mana bu yonda knopkalar nima bular? Nimani boshqalar? Bilmayman, bular bosmayman men hali. Xo'p. Mana bu narsani men ham o'chirishni tushunmayman. Buni o'chirib, agar o'chiradigan ichki ishlar xodim bo'ladigan bo'lsa, olib kelsin men. Bo'ldi, aka, agar shu gapingiz rost bo'lsa, Tohir aka, mana bu kishini shu mana shu fuqarolarning mol, ongi past degan gaplari zapis bo'lgan bo'ladi. Zapis bo'ladigan bo'lsa, bu javobini beradi aka. Bo'ldi. Bu javobini beradi. Siz mana kelyapsiz-ku, mana bunday qilib, mana hozir ko'rsatdingiz, meni ko'z o'ngimda. Mana bularga qaramaysiz. Men bular nechtasiga qarang. Akajon, men o'shani ko'rib turib aytdim bu kishiga. Men ham tushunyapman, sizda ham hozir nimangizda tushunyapman. Men bularning nechtasiga qarang. Siz ham bizni o'rnimizga qo'yib ko'ring, qani mana shu yerda qanday tartibda aka, bundayda quloq solingiz. ishlamayapsiz. Aka, gaplashing aka. Tohir aka. Men aka, ichki ishlar to'g'risida ham videolar chiqarganman. Men bironta ichki ishlarga adovatim yo'q. Bironta. Quloq soling, eshiting. Bironta ichki ishlar xodimini obro'sizlantirish maqsadim yo'q. Obro'sizlantirish maqsadim bo'lganda meni kurukdan kelishda video qilib kelardim. Video qilmasdan o'tib ketyapti, bu kishiga murojaat qildim men. Aka, bu yerda tartibga solsa, tirbandlik bo'lyapti dedim. Bu kishi men bilan qo'pol muomala qilgani uchun men to'xtadim keyin. Agar bu kishi chiroyli gapirganda men yo'limda davom etardim. Men bitta narsani tushunmayapman-da hozir. Shuncha fuqaro, bizlar mana shu fuqarolarning hammasiga aytganmiz. Sizlar odamu, boshqalar odam emasmi? Bu birinchi nimam. Keyin men aytaman, birov ishiga shoshilyapti, birov uyiga shoshilyapti, birovning bolasi kasal. Shunday. Birov skora borish kerak. Mana bu yerda quruq yopilib qolyapti. Bizlar uni ertalab, mana shu ertalab 7 ta xodim olib kelib, mana kamera bor joyga qo'yamiz. Har kuni ertalab nimaga? Bu yerda kamera yo'q. O'g'irlik juda ham ko'payib ketgan. Jinoyatchilik oshib ketgan. Shu maqsadda bu rahbariyat topshirig'i. Men o'zimdan o'zim bularga akajon, xizmatingizga gap yo'q. Qilmayapman. Sizlarga rahmat. Shu tartibni saqlab, oila bola chaqangizdan kechib issiq, sovuq demay xizmat qilyapsizlar. Men uning uchun gap yo'q, rahmat deyman. Uyimizda mana tinchgina yotibmiz, shu ichki ishlar organ xodimlari ishlagani uchun uyimizda tinchgina xotirjam uxlaymiz kechasi. Sizlar kechasi bilan yurasizlar, bilaman, xizmatda, lekin mana bu kishini menga muomalasi qo'pol bo'lgani uchun men to'xtadim deyapman. Men agar biron aka men bu yerga har kun o'taman, qaytaman, biron marta to'xtamaganman. Men hozir tushunishim bo'yicha siz o'tyapsiz. Mana bu fuqarolar sizga yoqmagan, boshim tirband bo'lgan. Shu maqsadda bularga gapirgansiz. To'g'rimi?
Bizlar mana shuni ertalabdan beri nazoratga olib Tushundim. Aka, mana sizga o'xshab muomala qilmoqda bu kishi. buyoqlarga quyayotganimizda siz bilmaysiz. Nimaga bilmayman aka, har kun ko'raman sizlarni. Har kun ko'radigan bo'lsangiz aka bu gapingizni gapirmagan bo'laydingiz. Nimaga? Bunday to'xtab aka bular quloq solmayapti. Bu narsani bizlar xohlab berib bu yoqqa qo'ymayapmiz. Siz bu Bilaman akajon. murojaatingizni bizlarga qarshi emas, shunday olib kelib, men bu yerga qo'yib, bunday borib syomka qilib mana. Siz aytyapsiz-ku, YouTube, Instagram, bir balo, Telegram deyapsiz-ku. Ana shunaqa kanallarga qo'yib, ularni nima qilib berishingiz kerak? Ularga bironta joy qilib berganda bizlar ham Hozir akajon quloq soling. Men hozir bularni video qilsam, baribir aynalib keladi, sizlarga taqaladi. Yo'q, hay mayli. Bilasiz nimaga? Hozir men bularni chiqarayotgan bo'lsam, bunga qaranglar, men odamlar yo'lga chiqib ketgan desam, keyin quloq soling. Kommentariyada keyin nima fikr bildiradi? Ichki ishlar qayerga qarayapti? Yo'q, mayli, ichki ishlar hamma narsaga ichki ishlar javob beryapti. Hamma narsaga. Musor tashlasa ham ichki ishlar, boshqa svet uzilib ketsa ham ichki ishlar qarayapti. Boshqa hech qanday tashkilot qarayotgani yo'q. Siz bunday mana ko'chaga chiqib ketgan deyishingiz kerak emas. Mana shuncha xalq sherda ishsiz yuribdi. Shunga bironta joy qilib bersangiz, mana bu xodimlar ham bir nima deydi? Bularni yoqdan quvib, bu yoqdan quvib sarson bo'lib yurmasdi degan nimasini o'stida chiqarsangiz bo'ladi. Tirbandlik ham o'shilar deb aytsangiz bo'lardi-ku. Siz bo'ldi, mana bildiramiz. Faoliyat yurityapsiz siz Instagramda yo Telegramda faoliyat yurityapsiz, to'g'rimi? Aha. Shunday qilishni iloji bormi bizga bir ko'mak sifatida? Bor albatta. Shuni nimaga qilmayapmiz? Shuncha vaqt o'tib. Chaqiring, mana Instagramga kirasiz, telefon raqamim turibdi. Keling. Bir og'iz ayting, mana shu yerga bir iloji bormi desangiz, men yo'q demayman. Yo'q, akajon, bu narsalarda endi men xuddi reklama berayotgandek nima qila olmayman-da. Sizlardan bunaqa tashabbus bo'ladigan bo'lsa agar, bizlar jon deb sizlarga yordam beramiz. Tushundim aka, men o'zimdan o'zim kelib qilsam, hozir aytyapman-ku, bu hammasi aynalib kelib ichki ishlarga yana taqaladi. Xuddi sizlar ishlamaydigandek bo'lib qoladi. Siz ertalab, misol, mana ertaga vaqtingiz bormi? Ertaga ertalab keling, soat 6 da. Ya 6 da men kela olmayman. Yo'q, endi-da soat 6 da bular keladi. Soat 6 dan beri men hozir soat nechi bo'ldi? 10 bo'ldi, 11lar bo'ldi, yo'q. Men soat nechi bo'ldi? Men soat 10-17 bo'libdi. Soat 6 dan beri aka, ana shu yerda probda yopilib qolgandi. Ana shu yerdan 1000 dan ortiq fuqarolarni haydab kelib men berib qo'ydik. Aka, to'xtang, tushundim sizni. Bizlar sizlarda hozir bir to'g'ri aka. Kameramni o'chirishim kerak-da. Hurmatli ichki ishlar xodimi Mehroj aka. Aka, bundan buyoq iloji bo'lsa, muomalangizni fuqarolar bilan yaxshilab muomala qiling, chunki siz xalq xizmatidagi xodimsiz. Boshqa e'tirozim yo'q bu kishilarga.